Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Türk tarix professori doktor İlber Ortaylı 24 avqust günü Hürriyet xəbər torida e'lon qilgan suv urushlari nomli maqolasida Türkiye'nin suv krizislərinin heç kütülməgən joylarda o'ttirg'a chiqishga başlaganligini bildirib, Fırat Dicle vadisiga Uyg'urlarni ko'chirishni tavsiya qilib mundaq degan. Fırat va Dicle o'ymonligi texnika, nupus va siyosiy jihatda Turkiya uchun intayin muhim. Bu yerdagi bo'sh qolgan kentlarni Osiyodagi qarindosh aholilar bilan baldurroq to'ldirish kerak. Xitoyning yadro siniqidan vayron bo'lgan Munbat Uyg'ur rayonidagi tirishchan dehqonlarni elib kelish kerak. Baqmachilik kasblarida pishqan qirg'izlarmi bu yerlarda faoliyat elib berish kerak degan. Türk Inform gazeti muxbir Turan qishloqchining bu haqda ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qilgan maqolasini naql qilib, Turkiya bilan Xitoy orasidagi 3 million Uyg'urni ko'chirish kelishimnomasini xabar qilgan. Turan qishloqchining bayonoti tuvandagi mazmunlarni o'z ichiga oladi. Xitoy bilan Turkiya orasidagi bir kelishimnomaga asosan 3 million Uyg'urning Turkiyaga elib kelindiganligi ilgari surildi. Dehqonchilik va xizmat sohasida jiddiy emgak kuchi ehtiyoji bo'lgan Turkiyaning bu qadami ayni vaqtda rayonlik nupus va iqtisodiy nuqtadan g'oyat zo'r darajada ta'sir kuchiga ega. Bir necha oy ilgari Turkiya Davlat Mudofaa universitetining rektori professor doktor Erxan Afyonchimo mushuning o'xshash bayonot e'lon qilib, Uyg'ur turklarini Turkiyaga elib kelib, Turkiya nupusining tez suratda ozayish masalasini hal qilishni o'tirg'a qo'ygan edi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonning Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyatidan qutulish ko'rishiga to'sqinlik bo'ladigan bu taklifga vaqtida raddiya berdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Tashqi ishlar va bexatarlik ministrligining 1-sentabr kuni ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qilgan Sharq Turkiston Xitoy bilan Turkiyaning 3 million Uyg'urni Turkiyaga ko'chirish planini ayblaydi nomli bayonotida mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati jurnalist Turan qishloqchi oshkorlagan Turkiya hukumatining Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan atalmish emgak kelishimi bo'yicha Sharq Turkistondan 3 million Uyg'urni Turkiyaga yo'tkashdan iborat planini qattiq ayblaydi. Bu ayblashlar Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning uning Tianjindagi Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashib, Xi Jinping bilan o'zaro muzokaralashgandan keyin o'ttirg'a chiqdi. Bu ayblashlar Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning Tianjindagi Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashib, Xi Jinping bilan o'zaro muzokaralashgandan keyin o'ttirg'a chiqdi. Bu xil plan garchi talab qilingandimi, insonparvarlik yordamini tashkil qilmaydi. Etnik tozalash va irqiy qirg'inchilikqa qilingan bevosita yordam hisoblanadi. Turkiya millionlagan Uyg'urni ona vatanidan ayirish orqali Beyjingning Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqini yo'qotish, 75 yillik mustamlika qilish turini davomlashtirish va tamomlash, tuproqlarni Xitoy mustamlikachilari bilan to'ldirish qilmishiga yordam berdi. Xalqaro qonun va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qilib, Xitoyning qonunsiz ishg'oliyatini mangulik kapolatga ega qilish maqsadiga yetkazdi. 1949 yili 10-oyning 12 kuni Beyjing Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan buyon Sharq Turkiston va xalqini yo'qotishni maqsad qilgan ishg'oliyat, mustamlika qilish, etnik tozalash va nupus o'zgartirish qatorliq sistemlik faoliyatlarni elib bordi. Turkiya bilan aloqador bo'lgan bu plan bu turning oxirgi bosqichi bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda yo'qotib, mustamlikasini kuchaytirishni kafolatlantirdi. Turkiya sukuti Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy beg'i, siyosiy o'rtoqlik sababidan mas'uliyatini ado qilmaydi. Hatto bu xil o'rinlashtirishga qo'shilish Turkiyani insoniyatga qarshi jinoyatdagi passiv sheriklikdan hamkorlashquchiga aylantirdi. Agar Turkiya haqiqiy emgakchiga muhtoj bo'lsa, u Xitoyning Sharq Turkistonni davomli mustamlika qilish, xalqiga qilingan irqiy qirg'inchilik va etnik tozalash qilmishini qo'llash emas, balki 152 dan ortiq davlatda yashaydigan 5 milliondan ortiq fuqarosini davlatiga chaqirib elib kelishi lozim. Agar Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an va Adolat taraqqiyot partiyasi rahbarligidagi Turkiya hukumati Uyg'ur xalqiga insonparvarlik yordami berishda samimiy bo'lsa, ular Nyu-Yorkdagi 80-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida Sharq Turkiston milliy masalasini o'ttirg'a qo'yib, sukuti va sheriklikni oxirlashtirishi, Xitoyning mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatini ayblashi,
xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish kurshiga yordam berishga chaqiriq qilishi, Sharq Turkiston va uning xalqiga qarshi ishlangan jinoyatlarning mas'uliyatini surishti qilishni talab qilishi lozim. Agar Turkiya Xitoyning Sharq Turkistonda etnik tozalash ilib berishiga yordam berish planini yo'lga qo'ysa, bu xiyonatning oqibati Sharq Turkistondan xilali halqib ketadi. Turkiya Sharq Turkistonni Uyg'ur aholisidan tozalashga yordam berish orqali Xitoyning O'rta Osiyo va uning sirtiga texmi kengayishiga yo'l ochib berdi. Barliq turk xalqlarining egilik huquqiga va butkul Yevro Osiyo rayonining bexatarligiga tahdid soladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonda etnik tozalash, irqiy qirg'inchilik yurgizish, mustamlaka qilishga tuhfa qo'shadigan va Xitoyning jahongirlik arzusini osonlashtiradigan har qanday planga qat'iy qarshi turishga chaqirdi. Hukumatlar, parlamentlar, xalqaro tashkilotlar va fuqarolar jamiyati qat'iy turda harakat qilishi kerak. Sukut qilish sheriklikdir. Harakat qilmaslik rozilikni ko'rsatadi. Sharq Turkiston va uning xalqi hargiz taslim bo'lmaydi. Erkinligimiz, izzat hurmatimiz va mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishimiz adolat tajalli qilg'uchi davomlashadi dedi. Turkiya Cumhuriyet Reisligi Aloqa Ministerligiga qarashli xato tashviqotlar bilan kurash qilish markazi Turkiyaga 3 million Uyg'urni ko'chirish xabarining asossiz ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Natijada yana o'ttirg'a chiqadigan ayblashlarning oldi olindi. Mazkur bayonot News Vibes xabar turida 4-sentabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Amerika prezidenti Donald Trump do'sti Sergio Gorni Amerikaning Hindistonda turishliq bosh elchisi qilib tayinlashni qaror qilgan. BBC xabarlarining 1-sentabr kunidagi xabarda aytilishicha, oldingi hafta Amerika prezidenti Donald Trump xizmatchilarining boshlig'i Gorni Amerikaning Hindistonda turishliq bosh elchisi qilib tayinlaydiganligini aytgan. U Donald Trumpning nurg'ulg'an kitoblarini nashr qildirib, 2024-yillik saylamda millionlarcha dollarga erishgan ekan. Trumpning ikkinchi qitimliq saylamda Washingtonda hokimiyat yurgizishi uchun kuch chiqargan sodiq qo'llag'uvchilarining biri ekan. U mazkur vazifasidan boshqa yana Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyodagi davlatlarni kuzatadi ekan. Amerika prezidenti Donald Trump 38 yoshli Gorni ishonchlik do'st deb ta'riflagan bo'lib, bu kishining tayinlanishi Hindistonga qaratgan tamojna beji sababidan ikki davlat munosabatining jiddiylashgan vaqtiga to'g'ri kelgan. Ba'zi kuzatuvchilar Trumpning yaqin yordamchisining elchi bo'lishining Hindiston-Amerika munosabati uchun ijobiy rol o'ynaydiganligini o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, yana ba'zilar Trumpning Hindistondagi bosh elchisining Pokistonni o'z ichiga olgan Janubiy va O'rta Osiyo davlatlarini kuzatish vazifasini ustiga olganligining oqibatidan gumonlangan. Rossiya nefti sababli Hindistonga yurgizilgan yangi tamojna beji siyosati natijasida Modi o'ziga tayinishni chaqiriq qilgan bo'lib, Trump Modi munosabati tuvan saviyaga tushib qolgan. Hodison instituti strategiya va Amerika davlat ishlari markazining xizmatchisi Bill Drexel qaror chiqarish asosan Trumpning turtkisida bo'lg'achqa, uningga yaqin bo'lgan birining Hindistonning elchisi bo'lishi Hindiston-Amerika munosabatidagi asosli natija bo'lishi mumkin degan. Sergio Gor 23 avgust kuni ijtimoiy axborot supsi X'dagi yo'llanmasida Donald Trumpning o'zini Amerikaning Hindistonda turishliq bosh elchisi, Janubiy va O'rta Osiyo ishlari alayda elchisi nomzodligiga ko'rsatganligidan, o'ziga bo'lgan ishonchidan minnatdor ekanligini, ma'muriy organning buyuk xizmati orqali Amerika xalqiga xizmat qilishdan boshqa hech narsaning o'zini faxrlantirmaydiganligini, Oqsaroyning Amerikani gullantirishda tarixiy natijalarni borliqqa keltirganligini, Amerikaga vakillik qilishdan sharaf his qilganligini bildirgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Sergio Gorni tabrikladi. Salih Xudoyor 24 avgust kuni ijtimoiy axborot supsi X'da Sergio Gorga qaytargan inkosida mundaq dedi. Sergio Gorning Hindistonning Amerikada turishliq bosh elchisi, Janubiy va O'rta Osiyo ishlari alayda vakili qilib ko'rsatilganligini tabriklayman. Amerikaning barliq kuch-pishanlari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oyoqlashtirish, O'rta Osiyodagi yomon g'arazlik kengayishini to'xtatishni nishon qilishi kerak. Biz sizga ishonamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati 27 avgust kuni Sharq Turkiston rahbarlarining qasdlab o'ldirilgan tarixiy qora kunini esladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashgan bayonotida mundaq deyildi. 1949 yili 8-oyning 24 kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetining rahbarlari suhbat o'tkazish bahonasi bilan Sovet ittifoqiga chaqirildi.
3 kundan keyin, ya'ni 1949 yılı 27 avgust günü ular xiyonatning qurboni bo'lib o'ldirildi. Tashqi ishlar ministri Ahmedjon Qosimi, ichki ishlar ministri Abdukerim Abbasov, Davlat mudofaa ministri va Sharq Turkiston milliy armiyasining qo'mondoni Ishoqbek Mononov, muavin davlat mudofaa ministri Dalilqon Sugurbayev va ularning xizmatchilaridan bo'lib jami 14 nafar kishi Sharq Turkistonning egilik huquqi va mustaqilligidan voz kechishni rad qilganlik uchun o'ldirildi. Aeroplan qazosining orqasiga yoshiringan o'ldirish suiqasdi Sovet ittifoqining Xitoy kompartiyasi bilan hamkorlashib, Cumhuriyetning rahbarligini ag'dirib tashlash, armiyani palachalga tushirish, Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatiga unumli qarshi turishning oldini olish uchun planlangan harakat edi. Bu jinoyat Beyjingning Sharq Turkistonning Xitoy Xalq Cumhuriyatiga o'z ixtiyorligi bilan qo'shilganligi to'g'risidagi to'qilmani mangulik inovatsiz qiladi. Sharq Turkiston Cumhuriyati egilik huquqidan aslo voz kechmaydi. Qo'shib olishga zodimi rozi bo'lmaydi. Egilik huquqimiz xalqimizning irodasi bilan emas, qasdlab o'ldirish, xiyonat qilish va chet el ishg'oliyati orqali zo'rlik bilan bostirildi va asirga olindi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 76 yildan keyin Sharq Turkistonning egilik huquqi va to'liq mustaqilligini asliga keltirishdagi qat'iy irodasini qayta ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor bayonotni yana kuchaytirib, Sharq Turkiston rahbarlariga qaratilgan aeroplan qazosi nomi bilan sahnalangan suiqasd Xitoy ishg'oliyatiga qarshi turishni to'salg'iga uchirtish maqsadida Stalin va Mao Zedong tarafidan planlanib o'rinlashtirilgan. Sharq Turkiston azaldan Xitoy kompartiyasiga o'zi xohlab qo'shilmadi. Egilik huquqi suiqasd va ishg'ol bilan asirga olindi dedi. Acaba Tangirdan o'zgaga tez bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 necha yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipang'ishlab ulguradigan ermak kitning tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Acaba Tangirdanlik kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va beg'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlikchisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Acaba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida pasibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlikchisining junxocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qetilishiga jon atadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshovidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.